Sevgan insoningiz ketaman deyaversa, eng to'g'ri yo'l bu uni qo'yib yuborish. Chunki agar siz uni ushlab qolishga harakat qilsangiz va uni olib qolish uchun hamma narsaga tayyor bo'lsangiz, siz uni oldidagi hurmatingizni yo'qotasiz. Va natijada u sizni hurmat qilmay qo'yadi va baribir sizni xor qilib tashlab ketadi. Shu sababdan ham yaxshisi ketaman deyaptimi? Yaxshi xohlasang ketishing mumkin, men seni ushlab qolmayman deyishingiz. Va mana shu joyda siz aytishingiz mumkin, bu unchalik ham oson bo'lmaydi-da. Men uni shunchaki qo'yib yubora olmayman. U boshqasiga ketishi yoki boshqasi bilan yurishi, boshqasi bilan yotishini men ko'tara olmayman deyotgan bo'lsangiz, men sizni juda ham yaxshi tushunaman, chunki men hozirgi kungacha 500 dan ortiq mijozlarga sevgan insonlarni qo'yib yuborishlariga yordam berganman. Nima sababdan sevgan insonni qo'yib yuborish? Chunki agar siz ketishni xohlagan insonni ushlab qolishga harakat qilsangiz, natijada siz o'zingizni boshqara olmay qolasiz. Natijada miyangiz ishlamay qoladi. Natijada siz ishlaringizga befarq bo'lib qolasiz, ota-onangiz bilan urushib qolasiz va atrofda hech kim sizga yoqmaydi va dangasa bo'lib qolasiz. Ishlaringiz orqaga ketib, o'sha qarzlarga kirishni boshlaysiz. Va qachonki siz uni to'liqcha qo'yib yubora olsangiz, unga befarq bo'la olsangiz, o'zingizni boshqarishni o'rgansangiz va buni siz bor yo'g'i 3 kunda uddalay olasiz. Mani metodlarim sizga 3 kunda foyda berishi mumkin. Agar ayni mana shunday darslarni olishni xohlasangiz, men sizga ham yordam berishim mumkin. Sizga sevgan insonni unutish bo'yicha yarim soatlik darslik tayyorlab qo'ydim. Tayyor video dars, yarim soat davomida qanday qilib sevgan insonni unutish bo'yicha men sizga ko'rsatmalarni beraman. Va bu yarim soatlik darsni bor yo'g'i 50 ming so'm bilan olishingiz mumkin. Va agar mana shu darsga qo'shilmoqchiman desangiz, menga hozir lichkamga to'lov qilmoqchiman deb yozing va sizga qanday qilib to'lov qilishni tushuntiriladi va bor yo'g'i 50 ming so'm to'lov qilishingiz bilan bu dars